Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz hozir Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Toshqo'rg'on qishlog'i bir yordam so'rab murojaat qilmoqdamiz. Hurmatli yurtdoshlar, aziz qishloqdoshlar, mana Azizbek jiyanimiz yosh yigit hali xasta bo'lib yotibdi. Buyrak yetishmovchiligi sabab o'zi bir buyrak ekan, o'sha qolgan bitta buyragi ham 60-70% faoliyatdan chiqib juda og'ir ahvolga kelib qolgan. Hurmatli yurtdoshlar, baholi qudrat mana shu yigitga bir yordam berib, iqtisodiy mablag' tomonlama yordam berishlarini so'raymiz. Mana buyrak qo'yish tashxisi aytilgan ekan, bunga katta mablag' kerak bo'lyapti. Mana uydagilar ham shu paytgacha qarab o'tirmagan, butun borini berib davolatgan, ko'rsatgan. Mana hozir umuman mablag' tomonlama juda ham oyoqdan qolgan uydikilari ham. Iltimos hurmatli yurtdoshlar, qishloqdoshlar, hali 94-yil yigit bu, yosh yigit, oilalik. Mana shu yigitga bir baholi qudrat qo'ldan kelgancha bir yordam berib, mablag' tomonlama qo'llab-quvvatlaylik. Nasib bo'lsa mana shu buyraklar qo'yilib, keyin yana yaxshi bo'lib hayotga qaytib, elga, xalqqa qo'shilib yuradi. Mana onasi juda qiynalib ketgan, otasi, ayoli juda qiynalib ketgan. Mana xola bir gapirincha, bir yordam so'rab yurtdoshlardan. İltimos, mana ro'za o'yiga hadya qilganlaringizni iltimos mana shu telefon nomeriga tashlab yuborsalaringizni iltimos qildim. Ro'za tutganlar odamlarga hadya qilinadi. Shunaqalarni meni shu farzandimga tashlasangiz, men sog'gina qilib O'zbekistonga olib kelishimni istayman. Mana bor molim ham qolmadi. 2 yildan beri davolataman, hech imkonim yetmadi. Urug'im, aybog'im yordam berdi. İmkoniyatim yo'q. Iltimos, sen men dunyoga qaytarsam mayli. Dunyoga odamlardan unchalik nima aniqim yo'q. Mayli, iltimos, dadashimni so'rayman. Mana ko'rib turibsizlar hurmatli yurtdoshlar, onangiz zorni qanday qiynalganini. Azizbek jiyanimizni ham qo'llab-quvvatlaylik. Mablag' tomonlama mana shu buyrak qo'yish jarayonini sog'-salomat o'tkazib, shu iqtisodiy tomonlama mablag' yetishmayapti. Iltimos, qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Ajrini Xudoingiz to'ldirsin. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu video pastki qismida, havola qismida telefon karta raqamlari yozilgan turadi. Baholi qudrat harakat qilaylik shu yigitga yordam berishga. Hammalaringizga rahmat.